$10,000 sarflangan fermani sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz aka. Birinchi bu tashqaridagi qo'yxonamizdan boshlaymiz aka. Bu yoq o'zi qo'yxona edi, faqat taxtadan qurgan edik. Katta qo'ylar urib, sindirib, qo'yxonani rasvo qilgani uchun bu yerda o'zgartirib tashladik. Bu yoq qo'yxonamiz razmeri eniga 2 metr, uzunligi 10 metr bo'lgan, 30 dan 35 gacha qo'y ketadi bitta joyiga. Mendan qo'y olishga kelganingizda ham qiynalmasdan qo'yni bemalol tanlaysiz. Men o'zimga ham qo'y qarashga ham qulay. Bu yoqga ham qo'yga qarab ketiraman, bu yoqga ham aka. O'rtasida bemalol yurib, qo'ylarni tanlab so'ydira olasiz aka. Mana shu Lexanni o'rnatib olish o'ziga $650 pul sarfladim. Bu ham zonti vazifasini ham qishda skvoznak shamoldan saqlaydi. Ichkaridagi qo'yxonamiz ham zo'r chiqdi. Akalar bu yo'lga bilasizlar, taxta polli bitta tiqib boqadigan qo'yxonamiz bo'lardi. Uni olib tashladik, chunki kam qo'y ketayotdi. O'shanga bu yo'lga ham kattaroq joy qilib yubordik. Endi bu yo'lga 50 ta, bu yo'lga 50 ta, bemalol 100 ta qo'y ketadi ichkarining o'ziga. Joydan unumli foydalangan holatda tepasini polka qilib yubordik. Bilasizlar, bu yo'q tovuqxona edi o'zi. Qo'y so'yiladigan joyimiz, ya'ni qushxonamiz ham bitta akalar. Endi qassoblar ham qo'y so'ydirish kelgan odamlar ham qiynalib beradi. Shundoq qo'y yotqizadi, qiblaga qarab so'yib yuboradi. Shundoq chopib, klient oldiga shundoq qo'yib beradi. Klientdan bu yerda bemalol yuradi. Eyniga qon-pon sachramaydi. Mana buni qarang. Bo'y ustani ishi yomg'ir yog'gandan keyin bilinadi ham qarang. Bu nima endi bu? Rakidami bu? Hozir sizlar mazah ko'rayotgan videoga 1 oy vaqt, ancha mehnat, ancha pul ketdi. Yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ysanglar, hali kamchiliklarim ko'p. Sekin-sekin to'ldiraman endi.